Hürmetlik vatandaş, yukarı leksiyana devamı. Sizlerle bugün 2020 yıl 7. ayının 24. günü haftaga cuma. Yukarı leksiyana devamı. 10 yıldan beri, bir neçe 10 yıldan beri çoğunlup kelgen nait zor münasebetler tangpunluğunun bozuluşunu hem de Cumhuriyet Kompartiyasının zomagerlik kılış karniyetine çendirişten ibaret. Bizden burçumuz, bizden nişanımız şunu görsettik ki, Prezident Trump'ın Cumhuriyet siyasetinin Cumhuriyet'nin Amerika qaratqan təhdidine el qilishni maqsad qiladiganligi o'zidan o'ziga ma'lumdir. Cumhuriyet Amerika tahdid selavatidi, Prezident Trump bu tahdidni hal qilmoqchi. Ne gizlik mesele vatandaş. O'zidan o'ziga ma'lumdir. Belki biz bu erkinlikni kapolatga ega qilish uchun strategik siyosat belgiladik. Devlet bir xatarligi maslahatchisi O'Brien ideologiya formulları to'g'risida to'xtaldi. Federal tashrish idorasining boshlig'i Christopher Wray Cumhuriyetning Amerikadagi josuslik harakatlari to'g'risida to'xtaldi. Adliya ministri William Barr iqtisod masalasida to'xtaldi. Men bugun yuqoriqilarni birlashtirib, Cumhuriyet tahdidining bizning iqtisodimizga, bizning erkinligimizga, hatta dünyanın her qaysi joylarida erkinlik, demokratiyaga, Cumhuriyet tahdidinin nimadan derak berdiganligi Amerika xalqiga tafsili tushuntirib o'taman. Kelar yili sobiq davlat ishlar kotibi Kissingerning Cumhuriyetni ziyorat qilgani bir asar tutuşudu. 2022 yılı Prezident Nixon'ның Cumhuriyetni ziyorat qilganiga 50 yil to'shidi. Ko'pchilikka ma'lumki, u chog'dagi dunyo hozirgi dunyoga tubdan o'xshamaydi. Biz biron Cumhuriyet bilan uchrashsak, ittifoqlashish va hamkorlashishning yo'roq kelgisi yetib keladi deb tasavvur qilgan edik. Lekin Cumhuriyet dunyoga bergan va'dasini amalga oshirmaganlikdan bugun biz yanada og'zimizga maska taqib, yuqumli virus bilan o'lim yetimning ko'payayotganligini ko'rib turibmiz. Her kuni atdiganda biz hammamiz Hong Kongda, mustamlika Uyg'uristonda, Xinjiangda Cumhuriyet hukumatining bostirish elib berayotganligi to'g'risidagi xabarlarni o'qib turibmiz. Biz Amerikada ish kunining eqib ketayotganligi, Amerikaning har qaysi joylarida bizning işsizlikning ig'ir yuz berayotganligini ko'rib turibmiz. Cümleden bu yerde Kaliforniya shtatida iqtisodda Cumhuriyet bilan normal bo'lmagan savdo munosabatlarida kishini cho'chitadigan statistikalik ma'lumotlarning borlig'ini ko'rib turibmiz. Biz Cumhuriyet armiyasining kun sayin qudratli bo'lib o'zgarayotganligini, balki borgan sira popozisiyalayotganligini ko'rib turibmiz. Kaliforniya bu shtatdan boshlab mening yurtim Kansas shtatigacha va uningdan yiroq joylargacha Amerika xalqining qalbi va mengisini chirmab olgan bir narsalar, masalalarni men yana bir qatam takrorlab beray. Cumhuriyet bilan uchrashgan 50 yildan keyin Amerika xalqi kishilar ko'rsatgandek nima natijalarga erishdi? Amerika xalqi kishilar ko'rsatgandek nima natijalarga erishdi? Bizning rahbarlarimiz o'ttirib qo'ygan Cumhuriyet demokratiyaga va erkinlikka qarab o'zgarayotdi deydigan nazariyalarning to'g'riligini isbotlandimi? Bu Cumhuriyetlar belgilamagan o'rtaq g'alaba qilish
Bu Cüngolukla belgilegen ortak galba qilish degan ta'birdan kelgan vaziyatmi? Belki bir nafar davlat ishlar kotibining nazari bilan qaraganda yadroluk mesele shuki Amerika texmi ko'p bexatarlikka erishdimi? Bizden özümüzden hozirgi davrda keyingi avlodlarimizdan tinchlik kelgusi zo'raydimi? Biz bir rahmisiz reallikni e'tirof qilishimiz kerak. Agar biz bir asrning 21-asrning erkin asr bo'lishini umid qiladigan bo'lsak, balki Xi Jinping ham xiyol qilgan bir asr bo'lmasligini, Jungo asri bo'lmasligini umid qiladigan bo'lsak, biz bir rahmisiz paketni e'tirof qilishimiz kerak. Ve paketni kelgusi bir necha yilimizga ve bir necha 10 yilimizga yetakchi qilishimiz lozim. O bo'lsa-mu Jungo bilan qarg'ilochi uchirishdi iborat koni shakllar bilan hech qilg'il bo'lmaydi. Biz bu shaklni hamda har bir davomlashtira olmaymiz. Biz bu shaklga Jungo bilan uchrashuv shakliga hamda hargiz qaytib bora olmaymiz. Kechiringlar. Mening hamrohlarim chiqib hozir g'ayri ovoz qo'yib berdi vatandoshlarım.